Ishlaring qanaqa bo'pti? Rahmat. Xush kelibsiz akajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovqatingni tayyor qilmadingmi? Yetdimi akam keladi deb senga? Hozir 5 minut kompot ichib turinglar, tayyor bo'ladi, olib kelaman. Ne vaqtma qilasan? Undan ko'ra kompotdan qo'y ichib turinglar. Agar hozir buni qilgan kompotini ichib tualetdan chiqolmay qolasiz. Kecha kola olib keldimi? Xolodilnikda olib ber o'shani. Menga qarang-ku. Namuncha ayoling unaqa kamsit olsan? Nima deganingiz aka bu? Biz shunaqa hazillashib turamiz-da. To'g'rimi onasi? Ja, ko'ngliga qarab olsangiz bor-ku, bu ham boshqa chiqib oladi. Shunaqa gaplar-da. Akajon, oling, ne olmayapsiz? Bo'ldi, xo'p keling. Keling, siz ham o'tiring. Aka, buni ovqatini yechish отравление bo'lib qolasiz. Lekin xavotir olmang, har doimgidek pastga skoringni chaqirib qo'yganman. To'g'rimi onasi? Sizlar bemalol olib yeb o'tiraveringlar, men bolalarga qarashim kerak edi. Arazlashishni ham biladi, ko'rdingizmi? Menga qara ukam, erkakmisan o'zi? Nima ayolingni meni oldimda kamsitib yerga urolsan?